Nima endi? Shunaqa qilib sovuqda turaveramizmi? Balki biror kafega borarmiz. Ovqatlanarmidik. Yo'q. Men bilan gaplashishingiz baribir befoyda. Nega? Chunki men baribir sizga tegmayman. Nima uchun? Biz bir-birimizga umuman to'g'ri kelmaymiz. Odam birinchi ko'rgan odamini shunaqa deb o'ylaydimi? Lekin gaplashsa, yaqindan bilsa, balki fikri o'zgarar. Meni fikrim o'zgarmaydi. Ovora bo'lmang. Boshqa menga sovchi ham qo'ymang. Dilbeka, birdan xulosa chiqarmang. Biror joyga boraylik, o'tiraylik. Men sizga aytdim-ku, meni fikrim o'zgarmaydi. Xullas, baribir sizga tegmayman. Xayr.